Mana Volavoy 2 giloslar. Bugun 7-may 2025-yil. O'tgan tasvirlarda birinchi tasvirda gilosni meva qilmaydi deb suv bilan bog'liq sirlarini nima qilgandik. Sirlari ko'p. Asosiy boshqaruv suvda, lekin undan tashqari chaynovchiga bog'liq. Hozir bitta sirini nima qilib ketaman, yana bitta siri. Gilos nimaga qurib qoladi, uzoq yashamaydigan savolga javob. Mana ko'ringlar, bu nimaga bu yerdan kallaylatib bu kesib shoxlatilgan. Buni sababi Alloh biladi. Anaqani bitta tana bo'lib o'sgan, o'rischa shtamp stol deydi, o'sgan giloslar uzoq yashamaydi. Ba'zida magalovka deyishadi o'rischasiga, o'zbekchasiga tojikcha nom bilan kamxastay deyishadi. O'shanga payvand qilinganlar ham zak yerlarda yashamaydi. Mana shu gilosni sirlaridan biri. Mana Volavoy 3. Mana hosilni ko'rib turibsiz. 25 yillik giloslar. Mana juda sirlari ko'p buni. Yana bitta nozik siri. Bular yaxshi gapni yoqtiradi. Men o'sha eng haligi taqiqlar bor paytda ham giloslarimda Qur'on tilovatlarini qo'yib berardim giloslarga. Chunki eng yaxshi so'z Alloh so'zi. Nihoyatda mazza qilganini bilardim. O'g'itlaganda qangi, sug'organda qangi giloslarni yayraganini sezardim. Qisqasi, yana gap ko'p. Yana keyingi suhbatlarda Xudo xolasa sizlar bilan bu mavzuda gaplashamiz yana. Mana 25 yillik giloslarda meva yaxshi, yomon emas. Nihoyatda Volavoy 3.